Tarım yolvisi Hacı Alem Ahunum. Merhum Sabit Abdurrahman Efendi tarafından yazılgan Uygurname degan kitapning 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini bayon qilgan babining hukumat tashkiliy apparatini tunishtirgan bo'likida bosh taftish Hacı Alem Ahunum degan bir ism uchraydi. Gerçi bu ism tarixiy bayonlarda ko'p tilga ilinmisimu, ammo shoir xalqi hurmat bilan tilga oladigan va cho'ng yoshdagilar eg'izlaridan tushirmay hikoya qilib so'zlab yuradigan jasur va qahramon bir muborak zotning qutlug' ismidir. Hacı Alem Ahunumning asli ismi Hacı Muhammad Niyoz Ahunum bo'lib, bu muborak zot shoir xalqi ichida emas, balki bütün Uyghur xalqi orasida Hacı Alem Ahunum degan ism bilan tanilgan va tarixga putilgan. Shoir tarix materiallarida bayon qilinishicha, Hacı Alem Ahunum shoir nahiyasining Qaylu yezisi Dushanbe bozoridan bo'lib, 1886-yili 22-iyun, ya'ni Hijriya 1303-yili Ramazon oyining 21-kuni Çarşamba günü keçide okumuşluk bir dinni ziyali ailesinde dünyaya gelgen. O küçük turupla dinni bilimde kamaletki yetip Qari Kur'an namığı erişkenliki üçün 1899 yılı 13 yaşıdla öz mahallesideki mescidke imamlıkka teklif kılıngan. Jurti şairda başlangıç ve toluksuz seviyedeki malumatlarını pişik özleştirgenden keyin 1903-yili cemaatning tashabbusi bilan Qashqarga berib xonlik madrasada o'qigan. 1908-yili madrasani a'lo natija bilan tamomlab, yurtiga qaytib kelib diniy ta'lim tarbiya ishlari bilan shug'ullangan. 1913-yili Makkaga hajga berib va 3 yildak vaqtda qo'shni Türk İslam ellerinde yurt aylanıp ve cahan kezip ko'zi ichilgan. 1916-yili qaytib kelgan ve Shohyar nahiyasida aylanıp yurib chet ellarda ko'rgan ve bilganlariga asosan jadidchilik ma'rifini tashviq qilgan. Ammo ayni zamonda Yanzong'shin xalqni nodon tutish ve bexudlikda qoldirish siyosatini kuchab yurgizayotganligi uchun Hacı Alem Ahunumning yangicha ma'rif tashabbusi Yanzong'shinni aloqizodi qilib o'tgan. Biroq Yanzong'shin Hacı Alemning shoir xalqi ichidagi inovati va boshqa ulamolar ichidagi yuksak nopozini ko'zda tutib, uningga ziyonkashlik qilish uchun bahona izlab fursat kutgan. 1918-yili 7-oyda Yanzong'shin 2 yildan buyon uda kutayotgan joylab etish fursati oxiri kelgan. 1918-yili 7-oyning 7-kuni Kucharda Memtili Xon qo'zg'oloni portlagan. Biroq Ku Yanzong'shin darhol Kuchadagi Tungan va bir qism manqurt va jahil mollalar orqali bu qo'zg'olonni butun yurtga yamrab ketishdan ilgari bostirib o'tgan. Uyg'urlarning isyon ko'tarish ehtimoli Yanzong'shinni en korkutadigan xatar edi. Chunki Yangning en baş ağrıqı ve tügümes g'imi Sharqiy Turkiston xalqining kutilmagan vaqtda isyon ko'tarish ehtimoli edi. Bu sebepten u 1912-yildan boshlabla yurti Yunnandan o'zining yaqin odamlarini, tuqqanlarini ve yurtdoshlarini yeniga chaqirib kelgan. Yangning siyosati Sharqiy Turkistonning 90%ni tashkil qiladigan Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarta yerlik va milliy farq ziddiyati paydo qilib boshqarish edi. Yanzong'shin yo'lga qo'ygan bu siyosatning turtkisida u hokimiyat yurgizgan 1-yili yuz bergan Qumul Temir xalifa qo'zg'oloni va 1918-yildagi Kucha qo'zg'olonida yerlik farqlarni ishlatib, qo'zg'olon bek kengaymasda va birlashgan bir holatga kelmasda bostirishga muvaffaq bo'lgan.
1918-yili 7-oyda Kucharda qo'zg'alangda jadidchilik bilan ko'nilik qalam bilan alam birlashib ketgachga bu voqea Yang Zengshinni aloqazod qilib o'tgan. U bir tarafdan bu qo'zg'alangni qurol kuchi bilan qonliq bostirsa, yana bir tarafdan tashqi dunyoga va Sovet tarafga doklad qilganda Kuchadagi qo'zg'alangni Angliya jahongirligi planlagan deb batnom choplab, yangi qurilgan Sovet hukumati bilan yaqinlashib, shimolga bosib kirgan oq o'rislarni yo'qotish uchun ustulik bilan İngliz tahdidini ishga solgan. 1918-yili 28-iyul Mamtilixon qo'zg'olonini Tungan qismlari orqali qonliq bostirgan Yang Zengshin Hoji Alam Oxunimni yo'qotish fursati kelganligini his qilib 1919-yili 1-oyda Hoji Alam Oxunimga xalqni qo'zg'olon qilishga qutratgan degan batnomni ortib, uni darhol tutqun qilishga buyruq tushirgan. Buningdan oldinla xabar topgan Sagak Hoji Alam Oxunim shu hamalla Qashqarga qochib ketgan va u yerda Yusuf Qo'qon otliq bir savdogar bilan tanishib qilib, shu yili atiyozda yolg'on Sovet muhojiri salohiyati bilan Sovet ittifoqiga sog' salomat chiqib ketgan. Chunki 1916-yildan boshlab Yang Zengshin Qashqarni tashqi dunyodan ayirib etish uchun bir muncha qattiq siyosatlarni chiqarib, 1917-yili 2-oydan boshlab bütün Tarim vodisidagi Uyg'ur xalqining qo'shni ellarga berishini cheklagan edi va pasport bejirishni butunlay to'xtatgan edi. Hoji Alam Oxunim 1919-yili yozgacha o'rislar yangi qurgan Turkiston avtonom rayonida qisqa vaqt vaziyatni kuzatib, uzun o'tmay bir yil burun Osmoniylar tarafidan ozod qilingan Baku orqali O'rta Sharq va G'arbiy Osiyo ellariga safar qilgan. Bu qitimqi 7 yillik qutlug' chatal safari Hoji Alam Oxunimni bir yumshoq islohotchidan qobil siyosiyon va o't yurak inqilobchiga aylantirgan. 1927-yili 6-oyning 8-kuni Qurban hayitga ulgurib, yurti Shoyarga maxfiy qaytib kelgan Hoji Alam Oxunim Shoyarga kelibla qurolliq qo'zg'olon qilish uchun jiddiy tayyorlik qilishga boshlagan. 1928-yili 7-iyul Yang Zengshin o'ldirilgandan keyin u bu tashabbusini xalq ichida oshkora tashviq qilishga boshlagan. Shunlashqa 1931-yili Qumilda Xo'janiyaz Hoji boshchiligida qo'zg'olon bo'lganlik xabarini anglagan Hoji Alam Oxunim yaqinlaridan İminaxun va A'lo beglar bilan birlikda otliq qo'shin tashkillab, Shoyarni ozod qilib, Tarim vodisidagi tunji tayanch baziga ega bo'lgan. Shundan buyon ular Shoyarni bazi qilib, Kuchardagi Mahbuz Vangnimi qurolliq qo'zg'olon ko'tarishga qoyil qilgan. 1933-yili atiyozda Xo'janiyaz Hoji qo'shini Jimisar sepilini qo'lga ololmay xatarda qolganda Hoji Alam Oxunim boshchiligida ro'yi ko'tarangi Uyg'ur azmatlari Nag'ri Sunaylar va Dumboqlarni yangritib, soni o'zidanmi jiq tug' alamlarni ko'tarib yordamga kelganda Jimisardagi nurg'un dushman qo'rqib ketib, shu kunila taslim bo'lgan edi. Xo'janiyaz Hoji qo'shinlari Kuchaga kelganda Shoyar boylaridan 1000 tuyoqdan ortiq qo'y to'plab, Xo'janiyaz Hojining Sovet ittifoqidan qurol setib olishiga hadiya qilgan va o'zi odamlari bilan birga Xo'janiyaz Hoji qo'shiniga fidoyi bo'lib qo'shilib, 1933-yili yozda ular bilan birga To'qsundagi Majongyin qo'shiniga hujum qilgan. 1933-yili Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilganda davlatning bosh taftishligiga qo'shimcha Shoyar nahiyasining hokimligiga saylangan. U Shoyarda hokim bo'lib turgan mezgillarida yangicha fanniy ma'rifini kuchab tashviq qilib, o'z yenidan xarajat ajirtib, 34 yerda yangicha maktab ochgan.
Bu mezgillerde Şayarning yezigilik, soda, ma'rif ve cemiyet amallıqida zo'r darajada yaxshilanishlar bo'lgan. Xo'janiyaz hojim Urumchiga vazifaga o'ltirishga manganda Hoji Alam oxunim birga berishni xohlamay Şayardan qilib qolgan. Keyin Xo'janiyaz hojim Urumchida Shingsay tarafidan qasdga uchirgandan keyin qaytadan qo'liga qurol elib qo'zg'olon ko'tarib Abduniyaz Kamalning qo'shinlariga qo'shilib Shingsay va Sovet Qizil armiyasining birlashma qo'shiniga qarshi baturlarcha jang qilgan. Keyin Abduniyaz Kamal qo'shinlari mag'lubiyatga uchrab, Abduniyaz Kamal unimi Muhammad Emin Islomiga o'xshash chetelga qochirib etish tashabbusini o'tirg'i qo'yganda Hoji Alam oxunim Abduniyaz Kamalning talabini rad qilib, Tarim daryosining janubidagi cho'llikda oxirgi o'q tugigacha jang qilgan. Oxiri o'q tugab Shingsay askarlari tarafidan qo'lga tushgan va Urumchiga opirilib turmaga tashlangan. Shundan beri u toki 1943-yilgacha Shingsay turmasida dahshatli qiyin qistoqlar va chidg'isiz qiynashlarni boshdan kechirib, shu yili oktyabrda Urumchi turmasida vahshiylarcha o'ldirilgan.